Qadimgi Xitoylar vatanni himoya qilish va shu tariqa xotirjam, osoyishta yashash niyatida buyuk Xitoy devorini qurishgan. Ular bu devordan hech kim oshib o'ta olmaydi deb o'ylashgan. Ammo devor qurilgandan keyingi 100 yil ichida Xitoyga 3 marta juda katta hujum bo'ldi. 3 safar ham devorni buzishning yoki undan oshib o'tishning keragi bo'lmadi. Dushman posbonlarga pora berib, darvozani ichkaridan ochtirib bemalol kirib kelaverdi. Xitoylar devor qurishga berilib ketib, haqiqiy qo'riqchilar tarbiyalashni unutishgan edi. Haqiqiy insonni shakllantirish toshdan bino qurishdan muhimroqdir. Afsuslar bo'lsinki, bugungi bizning holatimiz ham Xitoylardan afzal emas. Biz haqiqiy oila qurishni eplay olmayapmiz. Bir yoqda yilda bir marta kirilmaydigan qavat-qavat uylar bor, bir yoqda esa uy topa olmay sarson oilalar bor. Shunday qasrlar borki, ichi huvillab yotibdi befayz. Oddiygina uylarda shunday halovat borki, bunday halovat uncha-muncha qasrda yo'q. Demak, baxt boylikda, moddiy imkoniyatlarda, maishiy va ijtimoiy yashash darajasida emas ekan. Eng muhimi haqida to'xtalsam, har qanday madaniyatni vayron qilishning 3 ta yo'li bor. Birinchisi oilani vayron qilish, ikkinchisi ta'lim-tarbiyani buzish, uchinchisi jamiyatning ulug'larini obro'sizlantirish. Oilani buzmoqchi bo'lsang, oilada onaning o'rnini yo'qotgin. Shunday qilginki, ona uy bekasi degan nomdan uyaladigan bo'lib qolsin. Ta'limni vayron qilmoqchi bo'lsang, muallimning jamiyatdagi mavqeini yo'qot, obro'sini tushir, toki o'quvchilar unga past nazar bilan qarashsin. Jamiyatning ulug'lari kim? Olimlar, ziyolilar, mutafakkirlar. Ana shularning obro'sini tushir, ularning jamiyatdagi mavqeini pasaytir. Odamlar ularga shubha bilan qaraydigan qilib qo'y, toki ularga hech kim quloq solmasin, hech kim ergashmasin va ularni o'ziga o'rnak deb bilmasin. Jamiyatda aqlli ona bo'lmasa, ixlosli muallim bo'lmasa, jamiyatda o'rnak bo'ladiganlarning sha'ni yerga urilsa, yosh avlodga qadriyatlarni kim o'rgatadi? Hech kim. Endi bugungi kunimizga bir nazar soling. Yuqorida aytilganlar bizning jamiyatimizda sodir bo'lib ulgurmadimi?